Ikki yigit suhbatlashdi. Qayerda ishlaysan? Falon joyda. Oyliging qancha? 2.700.000. Ha, atigi 2.700.000mi? Hozku, shuncha pulni qanday yetkazasan? Bu gapni eshitib, u ishini yomon ko'rdi. Maoshini ko'tarishlarini so'rab shikoyat qildi, boshlig'i bosh tortdi, ishdan bo'shatdi. Ishi oz bo'lsa ham puli bor edi. Endi tamoman ishsiz qoldi. Bir ayol boshqasidan so'radi: "Yaqinda farzandli bo'ldingiz. Tuqqaningizda eringiz nima sovg'a qildi?" "Hech nima." "Shu to'g'rimi? O'zingiz ayting. Siz ne azoblar bilan unga farzand tug'ib bersangiz, u sovg'a bermasa, nima, sizni qadringiz yo'qmi?" Bu gaplar uning yuragiga o'qday qadaldi. Eri ishdan qaytganida g'azab bilan kutib oldi. Urushishdi, janjallashishdi, axiri sovg'a o'rniga ajralishga erishdi. Ota xotirjam yashardi. Undan so'rashdi: "Nimaga o'g'lingiz sizni ko'rishga tez-tez kelib turmaydi?" "Ish qiyin, bo'sh vaqti kam. Siz uchun ham vaqti yo'qligiga ishonasizmi?" Ota farzandidan oldin rozi edi, endi undan gina qilishni boshladi. Qalbidagi musaffolik ketdi, ishonchi loyqalandi. Bunaqa savollar hammamizga beriladi. Har kuni, har doim ham eshitamiz, ham aytamiz. Biz uni eshitayotgan odamga qanday ta'sir qilishini xayolimizga ham keltirmaymiz. Oddiy bir so'z bilan insonning hayotini yoki obod yoki barbod qilamiz. Tafakkur qilaylik. Isyonga, noshukrlikka sabab bo'lib qolmaylik. Bu insonga yomonlik qilish bilan teng. Dayuslar. Dayus kim? O'ziga qarashli ahli ayollarni begona erkaklardan qizg'anmagan kishi. Jannat eshigi yozib qo'yilgan degan. Shunda bir asarlarda keladi. Innaka haromun ala duyus. Jannat eshigi yozib qo'yilgan. Sen dayuslarga haromsan. Dayus degan albatta chiqib qo'shib berayotgan odam emas. Makiyajni qilib, manikyur, pedikyurni qilib, atirlarda chiroyli sepib, taq oyog'ini urib, avratlarni ochadigan kiyimni kiyib chiqib ketgan paytda ko'rib indamayotgan ota dayus. Qiziga shimo berib, 7 yoshga futbolkalarni kiygizib, qomatini ko'rsatib chiqarib yuborayotgan aka-ukalar dayus. Chunki dayusni amali ham qabul bo'lmaydi, jannatga hech qachon kirmaydi. Dayuslar.